Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli podpischilar, Chorvoy Kozari kanalımıza zavarı. Şu videolarımıza başlanmasından bir like'larını basıp verseniz, Xudo xolasa yaxshi pullar arzon variantlardan sığırlarını aytib o'tib ketamiz. Bo'g'oz varianti bor, qisir variantlari bor. Hurmatli podpischilar, bo'g'oz qisir variantlarini aytib o'tib ketamiz. Akşam geçti bilan syomka etmedik. Ko'p odam yaktı dalağımını deb kommentariy yozibdi, telefon qilib bir-ikki og'alarimiz Qozog'iston buni boshqatdan syomka qil, yaxshi ko'rsanmadi deb yozibdi, telefon qilibdilar. Shunga og'amiz hozir Bomratamizni yana chaqirdi. Ularning hozir baholarini ham o'zini batafsil aytib o'tib ketamiz yana. Qo'ldan kelgancha Xudo xolasa. Şu kanalımıza podpisasiya bo'lmaganlar podpisasiya bo'lib qo'yinglar. Обязательно Xudo xolasa shunga yaxshi manfaatli arzon pullar yengil variantlardan sığırlarını, bo'g'oz sığırlarını, yani ana bola sığırlarını, yani o'jaklarni Xudo xolasa chiqarib borishga harakat etamiz. Yana agar kimda kim mol olib, mol sotmoqchi bo'lsa, Telegram kanalimiz bor, kommentariyada yozib qoldiramiz. Bemalol o'tib, oldi-sotdi qilsangiz bo'ladi. Mesela videomuzda başlayımız buna ma'lumotlarni aytib o'tib ketamiz. Birinchi sig'imiz qisir bo'ladi. Bu qisir birini doğan hozir mola gap turibdi. Hali o'jak dish buzmagan, ertaroqqa chiqqanda bu. Gelib dishlarni ochib ko'rib, bemalol ustunda savdolashasizlar. Yeyishini, ichishini, hamma o'zini faktlari bilan telefon nomeridan yozib qolamiz. Telefonlashib, gelib ustunda ko'rib, Xudo xolasa savdo qilaverasizlar. Hozir bu yerda ko'rib aytilish bahasi aytilib ketadi. Bu Galstin. Buna çorlu piyostri, şüvete gibrit de white fotoğrafmak gerekmi? Bağ verzi bağsını aytamız doğru emmesini. Böyle çizsin Galstin hürmetli podpischilar. Mala getirdi. Eğer maldan çıkarıp bakaman dedim olsalar, pazarlıkta buladı. Yenmep durup soyaman desezler hem buladı. Bunda boğaz variant. Bağım Galstin. Bu kızıl Galstin bu. Yani. Bu ikinciye boğaz Xudo xolasa. Birine doğan. İkinciye boğaz. Aynen. Boyları böyle. İçi 8 aylık boğaz. Xudo xolasa. İçini simentaldan çıqqanda tut. Ya simental ya angus deb tuttular. Ya limuzin. Bu firmanın içinde 3 xil öküz yorib qo'ygan ekanlar. Lekin 3 sam zakon nimasidan aytib tutdilar. Shu uyga kelgan vaqtda, savdolashgan vaqtda telefon videolarini ko'rsatadan o'zini, bemalol videolarini ko'rib savdolashaverasizlar. Pulni agar odam bo'lsak, mana pul 35 million so'm. 8 oylik bo'g'oz. Mana. Mal boylaram baland 1.60 plus. Bundan ham o'zing ajoyib narsa ko'rib turibsizlar. Bolani ham shunga yetib beradi bu. Adam bo'lsak, qismni 7 million so'm kelishib beriladi deb aytilgan baholar. Hurmatli podpischilar, "Oy, nechun qimmat bu?" dedi onlar ko'p odam. Qimmat debdi, ko'p odam zo'r bahosi debdilar. Bu mola gap turibdi, mola qo'yib bermagan bo'ladi. Yana. Ajoyib narsa. Xudo xolasa telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, telefonlashib kelaverasizlar. Adres Rasenterda, Urganch Rasenter. Yani Union Mark'ın yanında, hakimiyetin arka tarafında. Köp adam biladi, bilmeyenler aytib o'tib ketamiz. Mal kishina narsa emas. Ajoyib narsa, dur shuna qarama. İkisinden bir jadal adam bo'lsa dedi, geliştirib, zakoniyatib, qaytib geliştirib, dastlabki qilib ham beraman deb turibdilar. Hurmatli podpischilar. Mana. Mesela şöyle videomuzun yakınlığımız xatolar kamchiliklar bo'lmasa o'zi so'rab qo'yamiz. Shu videolarimizni like'larni bosib, poddesh qilib tursangiz, Xudo xolasa videolarning izi bo'ladi yana.